Что дальше? Masaladan kichkinaman-da, meni himoya qilinglar. Kim men ham uylanmaganman. To'g'risini aytsam, biz 3 kishimiz, 3 ta katta bilet erkak bilet. Da. Pachani chiqaramiz nimadir qilib. Вот, mana mashinani top. Da, shuning uchun ham dayt qirg'izlik qana nima qiladi. Lekin to'g'risini aytsam, agarda bu meni urib qolsa, men qaytib borolmayman, qo'rqaman. Men Agarchi u seni ursa bor-ku, men seni okeyim bo'lib qochaman. Javob. hop eshik ochamizmi? Tashib taqqilab yotibdi bilet. Kerak emas, ochimligi kerak emas. Bilet, odammisan, san. Do you speak English? To'g'risini aytsam, kimdir Biz sendan qo'rqmaymiz. Hey. Nima xohlayapsan bizdan? Ye. Uy. Sen yaxshiga bo'lamayapsan. Tupun sen qalay shuni qo'yamsan, sen birsi masikyor bilan qo'rqasan, tupun. Qo'chi, eshikni. To'xtang, eshikni yoping. Kimsan bilan? Yarasdan qochsam. Qamayli. Men telefonimda bo'yi polniy kameralar ulangan. Va hozir shu orqali bolani topaman. Chunki bitta o'zim qo'rqib ketaman, do'stlar. Men buni orqamdan qo'llagan shu qo'rqitordi meni. Albatta do'stlar, shuncha men qancha albatta like bosib qo'yinglar. Chunki bunaqa video 66 ming like qarshiydi. Chunki 66 ming like va biz yana har xil darknetdan shunaqa ishlab ko'ramiz. Hey, kid! Qo'rqaman bilan. Kimsan? Oddiy bolamansiman dedi. Sasib yotibdi, prekin cho'milmagan. Men unaqa omon ekan qo'ylab yuribdi. To'xtang, borishimiz kerak omon ekanga. Menimcha yordam kerak. Yo'q, normal. Eshik yopildi. Hozirdan ovoz chiqdi. Biz to'pololmayapti. Yo, nima kerak edi shu narsani chaqiribdi? Nima kerak edi o'zi darknetga kirib? Men botdan chiqmayman jiga. Hozir nimadir qilib qo'ysa-chi omon ekanga. Nima taklif berasan? Okey. Usta hozir orqasidan borish kerak deb poylash kerak. Ketdikmi? Buni chalg'itamizmi? Shunda omonlikka qochib ketishiga ham imkon bor. Chaqir chalg'itib tursang, ammo keyin o'taveradi shu xonaga. To'xtang. Keyin qo'y. Всё. Qarang. Yoping eshikni. Yoping. Eshikni tez quving. Men senga aytdim. Bitta joyda o'tirish kerak edi. O'lmasdan omon. Endi omonaga yordam beradimi deb ko'rasan. Bani qo'ydi o'rtoqlar, men oldindan ketdi va do'stlar, bu uy kamerasiga men ulanganman. Mana hozir kiramiz. Koridorda. O do'stlar nimadir ketyapti? Yaqinroqdan. Do'stlar, meni daftarimga ketyapti. Yo'q, qanaqasiga bunaqa bo'lishi mumkin? Va agarda men mashinadagi video qo'ygan bo'lsam, nimaga hech kim like bosish kerak emas. Shuning uchun nimaga hoziroq like bosib tashlaylik. Bunaqa videoga 66 ming like kerak. Chunki aynan men hozir o'zimni xuddi Rostakasim o'jizga tushib qolgan his qilaman. Va sizlarga shu hissiyotni berish uchun mana shu kontentni sizlar uchun so'nga qo'yaman. Va shunchaki xarajatdan va shuncha joylarni arinaga o'ynamoqchi albatta like bosing.
va obuna bo'ling. Chunki men tezroq 3 million obunachiga erishmoqchiman. Moment esa menda kamera ham yo'q. Bilmayman nima qilish kerakligini. Va bo'lmay men tarafga qarab kelmaydi. Bilar, hamma yo'q qop-qorong'i, svet. Qanaqasiga svet o'chirishgan? Mana tashqarida ham svetli, qop-qorong'i do'stlar. Hamma ham do'stlar chiqaman. Esachi urushaman, farqi yo'q menga. Pasta do'stlar. Bizning texnikalar lekin bolalar yo'q. Mana do'stlar, klon meni chizgan daftarim. Nimalardir chizib tashladi do'stlar meni daftarimga. Va men nimalar chizganini bilmayman. Lekin hozir bola oldiga borishim kerak. Bola qayerga qochdi. Mana do'stlar o'yinchoq. Bu qonmas-ku, bu menimcha qaranglar, bu kraska-ku bu, ha? Yo'q, qonmi? Eng qizig'i hozir agar biza chiqadigan bo'lsak, bizlarni ko'rdi deb yo'lga kirib ketganimizni eshitib, orqasida poylanib Qanchacha taqillamayapti-da, quloq tinch. Indamay shu yerda o'tirish kerak. Bola qatta, bilet, bola qatta. Bola qattasizlar. Yo to'xting, manyak boyagi bo'lsa-chi, klon bo'lsa-chi. Anta qilgan o'zish. Ha, mana, qonnisiz. Avvalni ovozda gapiryapti. Yaxshi, bola shotdi, bolani qilyapti. Eshik ochinglar. Ada, omon aka. Qani gap? Sizlar birgamisizlar? Bilet, sizlar men eshikni qonga o'tib tursam oldinga keldimi? Boya sani oldingdan chaqirmoqchi bo'lgan paytda bizani oldimizga keldi. Lekin bolalar realni bu qanaqadir hazil emas bu. Yoki bu shu darajada professional aktyor yoki rostdan qanaqadir to'poy bor. Masalan, bo'lishi mumkin, jinnixonadan qochgan telba, tipa o'zini haqiqatan manakman deb yurgan. Lekin bu mana bu Darknet saytiga qanaqa aloqasi bo'lishi mumkin? Yana bitta narsa bor. Sen ko'p shu narsaga aralashib yurganing uchun maybe menimcha hamma narsa tez bo'lib ketib qoldi. Yo'q, men to'g'risini realni qo'rqman, vohima qilman. Va mana shu videoni otganim bu shtub odamlar bilsa qanaqa realni qo'rqinchini otganini. Bu xuddi kinodek. Okay, mana nima qilamiz darsi? Men bilmayman nima qilish kerak. Lekin qarang mana, vashida videochilar просто o'tirishganmiz, chiqish kerak. O'ylashim bo'yicha. Agar chiqishimizni xohlasanglar, vallahi like bosinglar. Shunaqa o'zimizni xavf-xatarga qo'yib nima qilardik-ya, bunaqa Darknetdan chaqirib. Videosini topganligi nima gapmi nima? Videoni ko'rib o'tiribmiz, bilay. Yo'q, eng qizig'i bu hali eng oddiysi menimcha. Bundan boshqa ham chaqirishimiz mumkin. Va o'rtalar albatta mana shu klon chaqirishimiz xohlasalar bitta like bosinglar, chunki 66,000 like va Gamit aka bilasizmi nima qilmoqchiman? Chiqamiz. Birinchi bo'lib maqsad kiradi. Da, конечно. Eng kuchligimiz. Faqat da. To'xtinglar. Sho'tta ko'raman do'stlar. Shoshmang, просто shoshmanglar, bilet, qo'rq. Bu bilan qo'rqdim. Nima yo'qdi? Yaqlashyapti. Qanday qo'ysish, bratan, qo'ysish. Da kerak emas. Bilay. Kelma. Do'stlar, bu mashin to'poy bo'shoninglar. Rostdan ham jinni ekan bu. Yo, birinchidan u nima qotizdan xaldidagi ishida, ikkinchidan bu bizdan tortimiz yeb qo'ydi. Bilayotgan bo'lsang bor, как будто ana qo'rqish urinlar sekin ko'tarilib ketayotganda edi. Yo, bu nima bilan qotdi, men qarang. Bilin, qanaqadir ichak cho'g'lan yeganda. Ana endi nima? Men buni qarang ustini, to'qib tashadi. Voy chaplayverma buni. Nima qilay? Acha bundoq tur, ana. Keling. Qot! Qarang, ikkita plan bor. Bittasi to'pa hech qayerga chiqmasdan o'tirish. Yo'q, brat, men qo'rqaman. Men ancha qimmat narsalarim bor, bilan mosham turibdi ko'chada aka. Moshdan nimadir tezda pachashib ketadi hamyon. Ikkinchisi, uchalamiz bittada boramizda, yiqitib qo'lini qayirib ko'chaga olib chiqib tashlaymiz. Da, shunaqa qilamiz. Meni mana shunaqangi tortlar bilan bejigan uchun govmi? Sen urasanmi? Da, men uraman. Iya. Boyachi ayda qo'shilganicha bilet. Shoshmanglar, qaranglar. Faqatgina men shuni tashqi ko'rinishdan qo'rqaman xolos. Boshqa hech narsadan qo'rqmayman men. Shosman tashqi ko'rinishi bo'ladi-ku, takoy, просто takoy. Turibdi, men qo'rqaman bilaman. Bu bashara bor, bu bashara bilan borku, keyingi harakati nimaligini ham bilib bo'lmaydi. Как psixik harakat qilyapti-da. Shuning uchun biz undan oldin harakat qilishimiz kerak. Как u bitta qadam oldinda bo'lsa, biz undan 3 qadam oldinda bo'lamiz. Aka, u umuman to'liq kuchini ishlatmayapti, просто takoy bizning ustimizga qo'yar. Shosman takoy, to'g'ri haydisa takoy. Bizda takoy qochib yuramiz. Давайте, блядь, чё? Ishimiz nima? Nima qil? Yo'qol! Tegmasa. Yo'qol bo'tdan deymiz. Давай. Duqizdanmi? Yo'q, давай. Maqsad, birinchi sen qo'lingni yuvaylik, kamerani kimni ushlash kerak? So'nggi qilish kerakmi? Kel. Yo'q. Mana, yuv.
Yo'q, teslar yo'q. Bo'lat xuddi qonmi bu? Nima, bormi? Pastda. Qani? Eshiting, brat, bo'lib, все нормально. Hammasi yaxshi, qo'rqdik. Keta qolib, все, hammasi tugatamiz-da. Buni qarashini qarang, brat, men qo'rqaman. Brizkiga qo'rsamayman. Просто politsiya telefon qo'rsamayman. Svet o'chganiga antena yo'q. Mana qarang. Ochiq chiqsa pop yashab olamiz. Hoy, chiqing jigar. Kel. Qayerga ketyapti? Yaxkil. Biz esa hozir balkondan ko'ramiz. Qarasan, mana. Bo'lib, все, ketyapti. Og'ir. Bilet ustimizdan kulyapti bu qani. Bu raqsda ham bir ma'no bor. Ustimizdan kulyapti, brat. Pachamiz qayerga tashlaymiz, tushunmay. Ko'chaga olib chiqib tashlaymiz. Ket. Bu alkashchi bilet. Bu qayerda ichib olgan odam menimcha. Davay alamimizni olamiz unda. Просто randomni kirib qo'ygan odam bo'lsa. Yo'q, bu qanaqadir просто alkash bilet. Boydan suvda kulyapti. Ichib olgan bu. O'ynashini qaranglar. Mana bu jirkanch bilet. Va albatta do'stlar, bunaqa kontent o'zbek YouTube'da umuman yo'q. Va aynan biz sizlarga shunaqa kontent qilayotganimiz uchun hozirroq like bosinglar. 66 ming like. Kalla qo'yasizlar. Chunki bizda qancha ko'p aktiv bo'lsa, biz dunyo tanigan YouTuberlar bilan birgalikda video qilib O'zbekistonni tanitishimiz mumkin. Chiqaraveramiz uni. Chiqing. Nima? Nimadir yozibdi-ku? Da boy daftarim olib chizib tashladi. Nima? Yo, nimadir qanaqadir simbolmi yo'q. Stop. Bu qanaqadir savollar bu. Shoshmanglar. Google yozinglar. 41.275.069.2030 gradus и oxirida e. Qanaqadir manzil chiqdi. Bu koordinata. Qanaqadir manzil chiqdi do'stlar. Eng qizig'i, bu nima bo'lishi mumkin? Bu nimaga bizga bu manzilni berdi? Bile bu tishqoq bu nimadir biladi, bu bizdan o'qitdi. Ya keling, ismini nima? Esimdan chiqdi meni ham. Goblinmi desmi? Goblin, ha. Goblin, Darknetda Goblin o'zicha. Menyuda goblinmidi? Qani? Mashina oldi. Qoch, maqsad, qoch. Kir. Tez bo'linglar. Do'stlar, endi biz просто xonaga kirishimiz kerak. O'sha просто xonaga. Oyog'im tikan. Keling. Oyog'ini tegidachi bir nimalar bor ekan. Do'stlar, bilmayman bu qanaqa joy lekin baqirib o'zimiz sotamiz. Kamera o'z chiqaraylik, xo'p? Yo'q, keling yuribman. Eng qizig'i do'stlar, bu dachaning qanaqa joyi? Biz hozir uyimizni o'zimiz haydar olamiz, tushunasizmi? Shunisi yoqmayapti. To'xtanglar, qanaqa qilib bu birinchi pastda paydo bo'lib, keyin ichkarida paydo bo'lib qolyapti. Do'stlar, biz hozir yana mana shu chiqish eshigini oldik va hozir просто uni topib chiqarib yuborishimiz kerak. Mavjud. Kamitaga yaqinroq keling. Bu qayerdadir просто turibdi, tushunasizmi? Bu raqamdan nimani? Qo'lim ketadi bo'ladi. Bo'l, qoch, yuzini yopaylik. Bo'l, eshik qulflandi. Bo'l. Yop. Все. Ehtiyot bo'ling, tushmaylar men bitta. U просто bizani ko'ryapti-da, bizani qo'rqitganimizni mazza qilyapti. Tushunasizmi? Berish kerak emas bunga. Qanaqa bermaysan mana? Pastga chiqsin, tepaga chiqsin. Pastda nimani bermoqchi emassan? Kelinglar bu yoqqa. Mana shu yerdan hovli ko'rinadi bizga. Lekin hech kim yo'q. Uy. Ha? Mana. Voy bilat. Zo'rdi bu. Ey inson, nima xohlasan bizdan? Nima xohlasan? Shoshmay ko'rmaylik, bu yoqqa kelib ko'rmaylik. Ko'ziga ko'rmaylik, ko'ziga ko'ramiz, u bizdan qidirib kelyapti, qo'rqityapti. Do'stlar, lekin hali quyosh chiqishiga hali 1 soat bor. 1 soat nima qilamiz hozir? Ey inson, nima xohlaysan? Ey, tinch qo'y bizani. Do'st topdi. O'rta bo'lmoqchisan bilan. Bu do'st bo'lmaydi bu. Lekin do'st deganidan, как будто bu o'zi qiynalyapti, deb o'zi xohlamasdan bo'shib qotgandek ko'rinadi menga. Xuddi kimdir bunga bo'shib yurgandek. U просто ko'zini olgan. Nima desang, unaqa emasmi? Da, menimcha bu rostdan biz bilan do'st bo'lmoqchi, просто biz qo'rqib qochib yuribmiz-da bunda. Bu yovuzlar yaxshilik ko'rmagan insonlar degan gap bor-da. Balkim yaxshilik qilib ko'rarmiz. Kirgizaylik. Sen bilan o'rtoq bo'lmoqchidir balkim. Ammo ochchi. Bilet, okey. Qochil, uzoq tur. Aqirma, bilet, iltimos, qo'rqamiz. Bu meni vahshiy qo'rqityapti. Kimsan sen, ey? Kimsan? Qanaqa masxara bozmasa shunda klon. Masxara. Qoch, yaqinlashma. O tuput. Do'stlar bunaqa qilmaydi. Chiq. Do'stlar bunaqa bo'lmaydi, bilet. Do'st suvga tarbordi-yu bu. Nima dedi bu? Nima qolyapti bu? Bilmayman.
qayerdan bilaman men? Do'st deydi, suvga yuboradi. Nima o'zi ichkariga kirgizdinglar buni? O'zi kirgizdi, chiqoq. Do'stlik, yaxshilik. Yo'q, qaranglar, do'stlar. Hozir bu baqirib, men bilan qilishim kerak emas edi deb menimcha afsuslanib qochib ketdi. Aha. Lekin bu uydan hali chiqmadi. Uydan chiqarib yuboraylik. Prosta uni topishga chiqarib yuborish kerak, bilet. Men o'yinchog'ini qaranglar. Nima bu, bilet? Va mana bu tashlagan koordinatasiga 100 so'z borib ko'rish kerak, Hamid aka. Sani fikringcha, u yerda nima bor? Nima bo'lsa ham bir